Sahabiler izledin, çaknigan izzet nuri, bütkeni sıkın idin, hak İslam'ın tübuli. Baş ekmez kafirlar, şiddet bilen atseli, Hemze Halid Musettek, şir yürek oğlanları. Fatima ibn Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Fatima Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Hadiça'nın 5. kızı bulup, u suyumlik Peygamberimiz Mekke etrafıdaki tağlarda yalğız istikamet kılıp, mevcudatlarının yaratılışıdaki büyük möcüzler üstüde çoğunqur izlanavatkan, fikir yürgizvatkan mezgillerde dünyaya geldi. Bu onun çoğun hadisi Zeynep'nin, onun tağısının oğlu Ebul As ibn Rabi'a'ga yatliq bolgan vaqti idi. Onundan keyin onun ikki hadisi Ruqiyya ve Kulsum Peygamber aleyhissalamның tağısının oğullarına yatliq boldu. Ebu Lahab ve Cemil Peygamber aleyhissalamның peygamberlikinin en dastlabki vaqtlarda Peygamber aleyhissalamga qattiq düşmanlik qilganlardan idi. Kichik Fatima hadillarning yatliq bo'lib, bir-birlab uydan ayrilganligini ko'rdi. U nihoyat kichik bo'lg'achqa to'y degan so'zning ma'nosini va hadillarning nima uchun uydan chiqib ketayotganligining sababini uqmaydi. U hadillarni nihoyat yaxshi ko'rgachga, ular uydan ayrilganda nihoyat g'iriblik his qildi va to'limi bearam bo'ldi. Aytishlari qaraganda u shuningdan tortib jimg'ur va kam so'z bo'lib qolgan edi. Albatta, hadillari to'y qilib ketgan bo'lsa-mu, u ota-onasining uyida yolg'iz qolmagan edi. Peygamber aleyhissalamның anısı Aminaның çörüsü Peygamber aleyhissalam tug'ilgandan tortib, onunğa hamroh bo'lib kelayotgan Baraqa, Zayd ibn Harisa va Abu Talibning kichik o'g'li Ali qatorliqlar Rasululloh oilasining a'zolari edi. Albatta, uning suyumlik anısı Xadicha bor edi. Anasining va Baraqaning tarbiyasida u cho'nqur tasalliga erishdi. Uningdan 2 yosh cho'ng bo'lgan Ali balalik vaqtida o'lib ketgan o'z akasi Qasimning o'rnida uningga aka va do'st bo'ldi. Uning inisi Tayyib va Tahir deb laqamlangan Abdullahmo balalik davrida o'lib ketgan edi. Shundoq bo'lsa-mu, Fatima o'z uyida o'zining hadillari bilan o'tkazgan g'amsiz va xo'shal-xo'ram turmushdan bahramand bo'la olmadi. U o'zining yoshiga nisbatan aytganda to'limu chechan bola bo'lgan edi. U 5 yoshga kirgan vaqtida dadasining Allohning elchisi Rasululloh bo'lganligini angladi. Rasulullohning dastlabki vazifasi islomning xush xabarini o'zining oilasi va yaqin tuqqanlarga yetkazish edi. Ular faqat hammadan qodir Allohga ibodat qilishga buyurilgan edi. Payg'ambar alayhisalomning kuchli qo'g'dovchisi va qo'llig'uvchisi bo'lgan Xadicha Fatimaga dadasining nima ish qilayotganligini tushuntirdi. Shuningdan tortib, u dadasiga texmi amroq bo'lib ketdi va dadasiga bo'lgan hurmati va muhabbati texmi cho'nqurlashdi. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makkaning tar ko'chalarida ketayotganda, Ka'bani ziyorat qilganda, islomni qabul qilgan dastlabki musulmonlarning maxfiy yig'ilishlarga qatnashganda va ular payg'ambarga bay'at qilganda doim uningga hamroh bo'ladi. Bir kuni u dadasiga hamroh bo'lib, Masjidi Haramga bordi. Peygamber aleyhissalam Ka'baga qarashib turadigan Hijr deb atiladigan yerda turib namoz o'qishga boshladi. Fatima uning yonida turdi. Bu chaqda u 10 yoshga kirmagan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga dushmanlik qilishda chekdan oshgan bir to'p Quraysh yig'ildi. Ularning ichida Rasulullohning tog'isi Abu Jahl ibn Hisham, Uqba ibn Abu Muayt, Umayya ibn Xalaf va Rabi'aning o'g'illari Shayba va Utba qatorliqlar bor edi. Ular zaharxandalik bilan Rasulullohning yeniga kelishdi. Abu Jahl ulardan: "Qaysinglar tugining qerinini elib kelib Muhammadning ustiga tashlay olaysizlar?" deb so'radi. Ularning ichidagi eng qabihroq bo'lgan Uqba ibn Abu Muayt qizg'inlik bilan shundoq qilishga mangdi. U qerinni elib kelib Payg'ambar alayhisalomning sajda qilayotgan vaqtida uning ustiga tashladi. Rasulullohning sahobalaridan Abdullah ibn Mas'ud shu yerda bor bo'lsa-mu, bir narsa deyishga yoki qerinni elitishga jur'at qila olmadi. Chunki musulmonlar u chaqda dushmanlarga qarshi turishdan ojiz edi.
Dadısının mushundaq masxirlik muomalaga va xurliq uchrayotganligini ko'rgan Fatimaning shu chaqdagi hissiyotini tasavvur qilib beqing. Texi 10 yoshga kirmagan qiz nima qila olasin? U dadisining yoniga kelib, ustidagi qerinni elib tashlab o'tdi. Ondan bu bir to'p Quraysh qarniyatchisining oldida g'azab bilan turib, ularga g'azablik til ahonatni yog'dirib o'tdi. Ular uningga bir ig'izmi so'z qila olmadi. Payg'ambar alayhisalom sajdadan beshini ko'tarib, namozini oyoqlashtirdi. Ondan: "Ey Rabbim, Qurayshni halok qilgin" deb 3 qatim duo qildi. Ondan yana: "Ey Alloh, Utbani, Uqbani, Abu Jahl va Shaybani halok qilgin" deb beddua qildi. Tilga elinganlarning hammasi bir qancha yildan keyin Badr g'azotida o'ldirildi. Yana bir qatim Payg'ambar alayhisalom Ka'bani aylanib tavob qildi. Fatima uning bilan birga edi. Qurayshdan bir to'p odam uning atrofiga yig'ildi. Ular Payg'ambar alayhisalomni tutib, o'zining kiyimlari bilan bo'g'ib o'ldirib etmoqchi bo'lib, bo'yniga ching o'rib oldi. Fatima boshqalarni yordamga chaqirib tovlashga va chiyqirashga boshladi. Abu Bakr etilib kelib, darhol Rasulullohni ajratib oldi. Ondan: "Rabbim Alloh degan kishini o'ldiramsizlar?" dedi. Ular Abu Bakrga tashlanib, toki uning yuz ko'zlaridan qonlar sirg'ib tushguncha urishdi. Kichik Fatima dadasiga va dastlabki musulmonlarga qilingan bu rahimsiz, qabih qarshiliklar va dushmanliklarni ko'rib turdi. U yuvoshlik bilan bir chetga chiqib turmadi. Balki dadasi va uning payg'ambarligini qo'g'dash yo'lidagi kurashlarga aktiv qatnashdi. U garchi kichik bir qiz bo'lsa-mu, ammo shu yoshdagi bolalarda normal bo'ladigan g'amsiz, sho'x, bolalarcha o'yin kulka va tomoshalardan xoli holda ana shundoq azobli kechirishlarni ko'rdi va boshdan kechirdi. Albatta, bundaq ishlarda Fatima yolg'iz emas edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning butun oilasi Qurayshning vahshiy zo'ravonliklarga, masxaralarga uchradi. Uning 2 hadisi Ruqiyya va Kulsummu buning sirtida emas edi. Ular bu chaqda Payg'ambar alayhisalomga bo'lgan o'chmanlik va suiqasdning uvusi bo'lgan Abu Lahab va Jamilning uyida turadi. Ularning erlari Abu Lahab va Jamilning o'g'illari Utba va Utayba edi. Jamil rahimsiz, nihoyat paskina so'zlarni qiladigan, eg'izi buzuq, shafqatsiz ayol bo'lg'achqa, Xadija boshida o'z qizlarini Jamilning o'g'illariga yotliq qilib berishga rozi bo'lmagan edi. Chunki Ruqiyya va Kulsumga nisbatan dadasiga qarshi urushga qatnashib qolmay, balki urush qo'zg'aydigan bundaq vahshiy dushmanlikka to'lgan oilada yashashi haqiqatan bir azobli ish edi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam va uning oilasining obro'yini to'kish uchun Utba va Utayba o'z ota-onasining majburlashi bilan ayollarni qo'yib etdi. Bu payg'ambarni boshqalar bilan aloqalashishdan yetim qoldirish uchun qilingan bir ish edi. Amaliyotda payg'ambar alayhisalom uyiga xo'shal-xo'ram qaytib kelgan qizlarni qizg'in qarshi oldi. Shubhisizki, Fatima adillari bilan birga bo'lganligidan nihoyat xo'shal bo'lib ketdi. Ular cho'ng hadisi Zaynabningmi eridan ajrashib qaytib kelishini orzu qilishdi. Amaliyotda Qurayshmo Abul Asqa besim ishlatib, ayolini qo'yib etishga zo'rladi. Ammo u rad qildi. Quraysh cho'nglari uning qishiga kelib, agar u Zaynabni qo'yib etsa, uningga eng boy va eng go'zal ayolni xotinlik elib berishga va'da qilishdi. Ammo u: "Men ayolimni nihoyat yaxshi ko'raman. Garchi men islom diniga kirmagan bo'lsam-mu, uning dadasiga nisbatan yuksak hurmatim bor" deb javob berdi. Ruqiyya va Kulsum ikkilisi suyumlik ota-onasi bilan birga bo'lganligiga va Jamilning uyidagi chidog'siz ruhiy besimlardan qutulganligiga bakmi xushal bo'lishdi. Uzun o'tmay Ruqiyya islomni dastlab qabul qilganlardan bo'lgan yosh va tortinchoq Osmon ibn Affonga yotliq bo'ldi. Ular birlikda panohlik izlab hijrat qilgan dastlabki muhojirlar bilan Habashistonga hijrat qilib, u yerda uzun yil turdi. Fatima onasi vafot bo'lib ketgandan keyin hadisi Ruqiyyani ko'rolmadi. Dastlabki musulmonlar Habashistonga hijrat qilgandan keyin payg'ambar alayhisalomga, uning oilasiga va qolgan sahobalarga qilingan ziyonkashlik texmi kuchayib ketdi. Payg'ambarligini Alloh uchun
Fakat Rabbning rizası dildeki armanları. Ketti Ömer'e Osman Nahdi qoğdap tek durup Enes İbni Nezir'de ümmetliğin palvanları.